Assalomu alaykum obunachilar, yaqinchilar, aziz tomoshabinlar. Bizga Xunji mototsikli 250. Buning to'q yog'ida ishi bor ekan. Aslannoy Pradxaytilmay joyda Pradxaytiladigan bo'ladi. Hamma mototsikillarda, skuterlarda, mashina любой texnika borki, hamma shu o'rinda glavniy pilusdan chiqqan yerida Pradxaytiladi. Hech narsa kuyib qolaveradigan. Buning sababini bir ustaga apargan ekan, shu yerdan brek provodni o'zib tashladi deydi, lekin azroq yuribdi, yana zamokani aytmay shu yer kuydirib turibdi deydi. Buni biz hozir tekshirdik, xudo xolasa. Bir chetdan tekshirib keldik. Kimdir mana shu ikki dona provodni bir-birini qo'shgan. Birovi pilusdan kelib, buni radiatorda termostat bor, termostatni qo'shib berib, ikkinchisidan ventilyatorga qo'shgan, termostat qo'shgandan bu yoqdan aylanib kelib ventilyatorga qo'shadi. Yana shu ikkovini bir-birini ashit ulab tashlagan. Bu ikkovining shtekeri отдельный bo'ladi. Mana ki, biri termostatlik bo'ladi bu yoqda. Ikkinchisi ventilyatorniki bo'ladi. Mana shu ikki provodning ikki provodni bir-birini qo'shib tashlagan. Shu sababdan Pradxaytil kuydirib, zamokani keltirib turgan. Agar shundan bir-birini mana shu ikkovini metib qo'shib tashlasanglar bo'ladi, mototsiklingiz yarim ketadi turgan endi. Mana ikkovini bir-birini qo'shgan, xudo xolasa hozir sifatli qilib ishlab beramiz. Akkuratni etib, bunalarni zanglab ketib ishlari qirib tozalab, saydan surtib bosib beramiz. Shunday xizmatlar bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Shularni zamoklarni bir tiyin chiqarmay, bir so'm chiqarmay haydab yurish uchun men shunday qo'ldan samolyotga kelib ishlab qo'yibdi. Sal o'zingizning texnikalaringizga qarab aydanglar. Endi bir narsasini yomonlashamazda, endi bir Ulan Hazrat Dod deganda chiroyli tip, sportiv haydasanlar. Qo'lingizdagidek deb berib beradi. Kanalimizga obuna bo'l, like bosib qo'yishni unutmang. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerim qoldiraman, aloqa chiqaverasizlar.